Boshla. Shunaqami? Ha, ajoyib. Xuddi kinodek. Mayli, xo'sh. Mening ismim Ralf va men quyonman. Ko'rib turganingizdek, mening o'ng ko'zim ko'r va bu qulog'im jiringlashdan boshqa narsani eshitmaydi. Xuddiki zerikarli, shunday emasmi? Ha. Mo'ynamning bir qismini olib orqamga kimyoviy moddalar surtishdi. Ammo bu unchalik katta muammo emas. Nafas olayotganimda yoki harakatlanayotganimda juda qattiq og'riyapti demoqchiman. Voy, mana xuddi hozirgidek. Lekin oxir-oqibat menimcha hammasi joyida bo'ladi. Aslida biz inson uchun nima qilib berdik o'zi? Ular biz hayvonlardan ustun turishadi. Ular hatto oyga uchishgan. Siz biror marta quyonni oyga uchganini ko'rganmisiz? Men fazogir emasman, men sinovchiman. Mening otam sinovchi edi, mening onam, aka-ukam, opa-singillarim, bolalarim hammalari sinovchi edi. Barchalari shu ishlar tufayli halok bo'lishgan. Va meni ham xuddi shu narsa kutadi. Nima qilibdi? Biz tug'ilganimizdan shundaymiz va quyonlar bundan mamnunlar. Ha. Ish vaqti bo'ldi. Bilaman, ko'rinishi yoqimsiz, lekin o'ylaymanki o'z ishimni yaxshi bajaraman. Biror inson bundan jabrlangandan ko'ra yaxshi-ku. Axir ular buning evaziga pomada, atrupa, shunga o'xshash vositalarni ishlatadilar. Mana bo'ldi. Agar bu ish tufayli sizlar o'sha atrupalardan foydalansangiz, men xursandman. Hammasi yaxshi.